Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujettakon mevalarini bozorga chiqarishdan oldin bir sira xashak-xushaklardan tozalab olamiz. Chunchuq jegani bo'ladi, bir yarim xashak-xushaklari bo'ladi. O'shalardan bir sira tozalab keyin bozorga chiqaramizda. Gujettakonga keladigan bo'lsak, bu deyarli hamma kasalga to'g'ri kelyapti-da. Buni faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Barcha kasallar tuzatadi deyishimizga sabab mana ichakni yaxshi tozalaydi-da. Mana doimiy iste'mol qilgan odamda qabziyat bo'lmaydi, qabziyatga chalinmaydi hech qachon. Chunki ishni yaxshi yumshatib turadi. O'shani evaziga qon ham suyuladi, boshqasi ham hamma tomonlama o'sha ichak inson tanasida ichak juda katta rol o'ynab beradi-da. Mana ichagingiz toza bo'lsa, o't ham dimlanmaydi, o'tda ham dimlanish bo'lmaydi, jigarda ham dimlanish bo'lmaydi. Mana teri kasalliklarda ham ichak juda katta rol o'ynab beradi. Mana davlani ko'tarilib, baland yurishida ham ichak roli juda katta. İçakda tıkılış bo'ldimi, hazm buzildimi, xohlaysizmi yo'qmi, davlina ko'tariladi shunda. Agar shu ichaklaringiz toza bo'lib, hazm yaxshi bo'lsa, ich qotmasa, qonni yaxshi suyultirsa, immunitet yaxshi ko'tarsa, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, jigarlar toza bo'lsa, modda almashuvini yaxshilayapti deymiz. Umuman qaytadan yosharasiz doimiy iste'mol qilib yursangiz. Doimiy iste'mol qilish uchun bir ikkitagina darag'ini ekib olasiz. Mana keyin sizga imkoniyat bo'ladi doimiy iste'mol qilib yurishga. Ikkita ko'chatini ekib olganingizdan keyin siz oilaviy iste'mol qilishingiz kerak. Mana ikkita ko'chat kelgusi yilga 4 ta qilasiz, 4 tadan 8 ta qilasiz. Shet-shet bir oilangizga yetkilik mahsulot doim sizda bo'ladi shunda. O'shanda siz semirib ham ketmaysiz. Bunu doimiy iste'mol qilib yurgan odamlarda semirib ketish ham bo'lmaydi-da. Keyin mana mayda kaplar qon tomirlarida ham qon yaxshi aylangandan keyin odam bir yosharganday bo'ladi. Mana yuzi tiniqlashib, mayda kaplar qonlar juda bir yuzni tiniqlashiga ham juda katta rol o'ynaydi-da. Keyin mana ichaklar toza bo'lib, qabziyatga uchramagandan keyin, immunitet baland bo'lgandan keyin, qon yaxshi normada, suyuqlikda bo'lgandan keyin odamzod uzoq umr ko'rish mumkin-da shu tomondan. Yana ham ayrim narsalarga e'tibor qilish mumkin. Mana ovqatlanish madaniyatiga e'tibor bo'lish kerak. Iloji boricha mana oq nondan chiqish kerak. Oq nondan chiqib, keyin mana kechki ujinni yengilroq qilgan odamda hech bir kasallik qolmaydi. Mevachadan iste'mol qilib yursa. Mana shu tomonlarga ham e'tiborli bo'lish kerak. O'sha yuqorida aytgan narsalarga e'tiborli bo'lib yuradigan bo'lsa, даже ko'zdagi katraktalar ham so'rilyapti-da. O'sha uchun qo'ng'iroq qilingizlar, tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, tuzalish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak. O'shanda hamkorlik yaxshi-da, birga maslahatlar. Odam tuzalishiga ham maqsad shu mevadan tuzalish uchun olyapsizda, mevasini ham, darag'ini ham. O'sha uchun so'rab, surishtirib doim savol beringizlar. Qanday qilish kerak, qanday qilsa sog'lom yashash kerak. Men bu haqida praktikamda ko'p o'tgan, bu Gujettakon mevalar bo'yicha mutaxassis bo'lib qoldim-da o'zi. Qiziqish tufayli o'qib, o'rganib. Tarjima Yevropalarda aytishadiki, 33 ta kasalni to'liq tuzatib beryapti-da. 33 причина Gojji degan bir anosida ko'rsatuvda. O'sha uchun qiziqingizlar. Savol beringizlar. Buni iste'mol qilganda ham qanday ertalab ovqatlarda 15 gram o'zini yesa ham bo'laveradi. Mana qaynagan suvga dimlab iste'mol qilingan effekti yaxshi deyapti. Ertalab ovqatlarda 15 gram, obedga ovqatlarda 15 gram. Kechga iste'mol qilinmaydi.
Chunki kunduzi iste'mol qilganingiz 2 mahal. Kechga uyquni yaxshilaydi degan. Kechqurun iste'mol qiladigan bo'lsangiz uyquni qochiradi degan. O'sha uchun uyquga kechga iste'mol qilmaslik kerak. Odamni qandaydir bir tetiklashtiradi hamda energiya beradi deyilgan. Iste'mol qilib yurgan odamlar. Charchoqni ko'p sezmaydi. Mana odam charchashiga sabab inson charchadimi bu молочный kislotani ishlab chiqish ko'payib ketganda. Bu tanada молочный kislotani ishlab chiqishini kamaytirar ekan. Odam ko'p charchoq sezmaydi. O'sha uchun buni chetda sportsmenlar ko'p qabul qilganda, o'sha charchoqni sezmaslik uchun. Yana nimalarni aytsa ekan. Iste'mol qilingizlar, sog'lom yashayman desangizlar. Avvalan bir qiziqingizlar. Qiziqishni o'zi ko'p narsani hal qiladi. O'shani ekaman, o'shandan foydalanaman, o'shandan iste'mol qilib yuraman deb qiziqib eksangizlar, rivojlantirib ham ketasiz. Doimiy iste'molni yo'lga ham qo'yib olasiz. O'shanda sog'lom ham yashaysiz, uzoq umr ko'rasiz. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kasal bo'lmangizlar, doim sog' bo'lingizlar. Qo'ng'iroq turingizlar. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun.